Salom obunachilar, men hozir sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Avvalo mashetga kiramiz. Keyin mashetga kiramizda bunday mana o'zbek tili qilib olaylik. O'zbek tiliga o'zgartirib oldik. Endi bunday yozamiz. Hozir mi esinglarda qolsin. Endi bunday qilamiz. Kiramiz, qishloq chiqadi. Qishloq ham sizlarga yoqgan bo'lsa like bosinglar. Endi bunday qilamiz. Ko'zdan nimasi olish kerak? Yo'q. Sizlarga ko'rsatadigan joylarim qorong'i bo'ladi. Mana bo'ldi. Tushamiz. Mana bu yerga ko'lab ketaveramiz. Boshqa qishloqda chiqmaydi, urinib ko'rsanglar bo'laveradi. Urinib ko'rmasanglar ham bo'laveradi. Chiqmaydi, men sinab ko'rganman. Mana sizlar yoqqan bo'lsa like bosinglar. Mana buni yoqmayapti demoqchi. Mana hozir sizlarga zo'r portal ko'rsataymi? Minecraftda portal yo'q deb o'ylaysizlar. Portalning ko'zi ham yo'q deb o'ylaysizlar. O'zi yo'qotib qo'ydimi uni? Mashetda edi shekilli. Mashetga tushish kerak. Mana mashet bo'lishi kerak. Yo'q, bo'lmas. Yo'q, bu emas. Esimga tushgandek bo'ldi-da lekin. Shu topolmayapman-da qayerga ketish. Menimcha esimga tushdi bo'ldi. Menimcha mashetda edi-yu. Mash tomonlarda bo'lsa kerak. Menimcha mash ishga kirishimiz kerak-ku. Mash, mash. Mana. Mana endi ko'ringlar sizlar. Kim yo'q degandi buni? Qaysi odam yo'q degandi buni? Turqin yoqmayapti-da buni ham. Turqi buzuqlar yashayotgan bo'ladi. Mana ko'z, mana ko'z turibdi. Keyin mashetda yashirin joy turadi, bilib olinglar. Faqat ko'lish. Hozir ko'lab sizlarga ko'rsataman. Mana bu yashirin joy ko'zdan olib. Mana. Sizlarga video yoqqan bo'lsa like bosing.